Daniel Hill mehmonxonasidamiz. Fazliddin Xormay. Assalomu alaykum. Bu standart oilaviy xonamiz, oilaviy mehmonlar uchun qilingan. Misol uchun mana kishilik kravatimiz bor, bir kishilik kravatimiz bor, er-xotin va ularning bolalariga. Mehmon vaqtini yaxshi o'tkazish uchun, misol uchun mana televizor bor, kichkina minibar bor xolodilnikda ichida. Bu xolodilnik pastda. Mana misol uchun ko'rsatib berishim mumkin. Mehmon bemalol bo'sh vaqtida ishlatib, keyin chiqib ketayotganda to'lab ketishi mumkin. Hammasi mehmonlar uchun qilingan. Endi aeroportdan uzoqligi qancha shu Daniel Hill? Endi ko'plar biladi, bilmaganlarga-da. Aeroportdan uzoqligi 4-5 kilometr, mahalliga undan ham yaqin. 5 minut yoki 10 minutda yetib borsa bo'ladi bemalol taksida. Demak, kelgan turistlarga yaqin ekanda. Juda qulay. Aeroportga yaqin. Misol uchun yana bu bilan tutashgan xona bor. Nima yopib qo'ydinglar shuni? Endi hozircha mehmon kelmaganda yopib xolasa ochib beramiz. O'zlari. Yaxshi. Sanuzelni bitta ko'rsak bo'ladi. Bemalol mana sanuzel bor, dushovoy kabinka, hamma komplekt narsa qo'yilgan 2 odamga. Juda bir ajoyib, qulay ekan-a. Rahmat Fazliddin. Yana bir xonalarni ko'rsatamiz keyingi videolarda. Hop, sog'.